Today we have launched our 9th Global Entrepreneurship Week in Uzbekistan, and the first day started at Team University. We had wonderful guests from different companies, owners of startups and representatives of corporate world. The topic of this Entrepreneurship Week is around AI and education. And we have launched the event successfully. It's gonna happen throughout the week, and we will be discussing how AI is influencing education and how AI is influencing startup scene in Uzbekistan specifically. Мы, ISFT, очень рады участвовать в глобальной международной неделе предпринимательства. Мы также развиваем предпринимательское мышление у своих студентов. Мы создаем среду, где студенты могут исследовать свои идеи, тестировать свои решения и создавать продукты. Assalomu alaykum, ismim Muhammad Ali. Bugun AI Station'da 9-chi Entrepreneurship Week doirasida diplomachi Team University va ISFT University'ning talabalarini ishtirokida master-klasslar o'tdi. Studiyamizda biz startaplar haqida gapiryapmiz. Akademiyada esa Isomiddin aka AI engineering va umuman AI texnologiyalar bo'yicha master-klass o'tyaptilar. Bunaqa tadbirlarning ko'payishi yoshlarimiz uchun juda ham foydali deb o'ylayman. Sababi kundan kunga sun'iy intellekt hayotimizni ajralmas qismiga aylanib boryapti va buni o'rganishimiz hammamiz uchun juda ham foydali bo'ladi. Jahon iqtisodiyot va diplomatiya universitetida Global Entrepreneurship Week 2025-yilgi mazkur tadbirda qatnashgan holda shu yoshlarimizga sun'iy intellekt texnologiyalarini davlatda amalga oshirilayotgan ishlar bo'yicha alohida ma'lumot ham berib o'tdik. Bu bo'yicha davlatimiz rahbari tomonidan amalga oshirilayotgan ishlar va tashabbuslarni ham aytib o'tildi va bu bo'yicha alohida qisqacha videolar ham qo'yib berildi va biz shu taqdimot davomida shu yoshlarimizni shu mazkur sohaga qiziqayotganini ham alohida ko'rib juda xursand bo'ldik. Ассаламу алейкум. Сегодня очередной день в рамках недели Global Entrepreneurship Network, который проходит по всему миру. Мы рады, что данное мероприятие также проходит в Университете мировой экономики и дипломатии. У нас очень интересная сессия по искусственному интеллекту. Мы пригласили представителей разных компаний, министерств, международных организаций. И видим, что для студентов, но не только для студентов, но и для преподавателей, для экспертов, которые приходили, сегодня принимают участие. Для них это очень важно. Они обмениваются опытом, знаниями, и какие-то рекомендации мы выработали. И мы видим, что данное мероприятие оно вызывает очень большой интерес. Мы благодарны университету ТИМ, лично Химатаке, который поддерживает наш университет, как наш алумни тоже. И мы очень надеемся, что данное мероприятие будет продолжительным и в других годах будут также проводиться в нашем университете. Думаю, что студентам и преподавателям и экспертам было очень полезно. Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество. Спасибо. Здравствуйте, меня зовут Екатерина, и сегодня у нас был последний день Global Entrepreneurship Week. И на самом деле эта неделя была очень яркой, позитивной. Я была очень рада участвовать и также получить различные интересные инсайты от предпринимателей. И в целом мне очень понравилось и очень рада быть частью этого мероприятия. Bugun Global Entrepreneurship 2025-yilning oxirgi haftaligi kunidamiz. Asosan bugun talabalar bilan va mana shu sohadagi mutaxassislar bilan, ekspertlar bilan juda ham panel discussionlarni olib bordik va aytishim mumkinki bu bunaqa Global Entrepreneurship juda ham foydali tomonlaridan bittasi talabalarning, ya'ni bu leadership sohasidagi bilimlari va shu bilan birgalikda ekspertlar bilan ularning qanchalik match bo'lishi va bu raqobatbardosh ekanligini ko'rsak bo'ladi. Chunki talabalar juda ham ko'p qiziqarli va o'zlarining bilimlariga oid misollar bilan, nafaqat teoretik, balki misollar bilan ham detalli informatsiyaga ega ekanligini ko'rdik. O'ylaymanki, bu juda ham foydali barcha talabalarga ham, mutaxassislarga ham va o'ylaymanki, yanada juda ham ko'p shunaqa Global Entrepreneurship Week, month va yearlar ham bo'lishini kutib qolaman.